Yig'lashni yutib yurish yoki o'ziga ruxsat berish. Yig'lashga o'ziga ruxsat berish. Og'riqni yutish yoki uni tan olish. Tan olish. Doimiy jilmayish yoki ochiq gapirish. Ochiq gapirish. Hammasi yaxshi deyish yoki men charchadim deyish. Men charchadim deya olish. G'azabni ichiga saqlash yoki sog'lom ifoda qilish. Sog'lom ifoda qilish. Dori ichish yoki ichingizdagi dardingizni tinglash. Dardingizni tinglay olish, avvalambor tanani sizga yuborayotgan signallariga diqqatli bo'lish. Hamma uchun qulay bo'lish yoki o'zingiz uchun yashash. Bu savolga aniq bitta fakt bilan javob berib bo'lmaydi, vaziyatga qarab. Jismoniy og'riqni e'tiborsiz qoldirish yoki sababini aniqlash. Sababini aniqlash. Qo'rqib yashash yoki qo'rquvni tushunib ketish. Qo'rquvni anglash. Sababini, qayerdan kelayotganini. O'zini jazolash yoki o'zini quchoqlash. O'zini quchoqlash. Tashqaridan ideal ko'rinish yoki ichki tinchlik. Ichki xotirjamlik, tinchlik.